Sizga 10 yildan beri aytib kelinayotgan narsa aslida yolg'on. Non semirtirmaydi. Barchangizga assalomu alaykum. Ismim To'rayeva Sevara, xalqaro diplomga ega nutritsiologman va bugun sizlar bilan juda ham dolzarb bo'lgan non mavzusi haqida gaplashamiz. Odamlar orasida shunaqa gap yuradiki, oq non semirtiradi va agar ozmoqchi bo'lsang, oq nondan yoki umuman nondan voz kech deb. Stop! Bugun hayotingizni ancha yengillashtiradigan ma'lumotlarni va faktlarni berib o'taman. Biz o'rganganmiz, oq non zararli va u semirtiradi, qora non esa foydali va u ozdiradi. Hammamiz onamizdan, xolamizdan, Instagramdagi qaysidir dietologlardan, qo'shnimizdan shunaqa ma'lumotni eshitganmiz. Go'yoki dieta tutadigan bo'lsak va ozmoqchi bo'lsak, qora nonga o'tishimiz kerak deb. Lekin aslida ortiqcha vaznning sababi bu oq non emas. Qachon vazn yig'ishni boshlaymiz? Qachon semirishni boshlaymiz? Qachonki biz qabul qilayotgan kaloriyamiz sarflayotgan kaloriyamizdan ko'p bo'lib qolsa, aynan o'shanda biz semirishni boshlaymiz. Ortiqcha yeyilgan kaloriya yog'ga aylanadi va gap siz yeyotgan noningizda emas, balki ana o'sha kaloriyadan. Va aslida organizmingiz uchun siz oq nondan ortiqcha kaloriya olasizmi yoki qora nondan ortiqcha kaloriya olasizmi? Farqi yo'q. Agar kaloriya ortiqcha bo'lsa va u ko'payib ketsa, u qora nondan bo'ladimi yoki oq nondan bo'ladimi, baribir sizni semirtiradi. Keling, eng sevimli va biz bilgan nonlarning kaloriyasini solishtiradigan bo'lsak. Oq nonlar 230 kilokaloriya, 240, 250 kilokaloriyalar atrofida bo'ladi. Javdari undan, o'sha hammamiz biladigan, boshqacha unlardan tayyorlanadigan ya'ni rjanoy nonlar ham 230, 240, balki 250 kaloriyalar atrofida bo'ladi. Ya'ni mana shu kaloriya atrofida aylanadi. Butun donlik, o'sha arpa nonlari, kepakli nonlar ham 230, 260 kaloriyalar atrofida bo'ladi. Demak, biz nimani tushunib borsak bo'ladiki, oq non ham, ya'ni biz o'rgangan, yopgan nonlar ham va o'sha qora nonlar ham, boshqacha nonlar ham, magazinda sotilayotgan bunaqa qora buxankalar ham aslida hammasining kaloriyasi deyarli bir xil. Farqi 10, 20, 30 kilokaloriya, lekin bu sizga katta bir farq qilmaydi. Sababi 30-20 kilokaloriya bu bir osmondagi juda ko'p kilokaloriya emas. Va biz nimani ko'ryapmiz? Ular aslida kaloriyasi bir xil va siz oq non yeysizmi, qora non yeysizmi, sizni organizmingiz uchun farqi yo'q, ozish masalasida. Ya'ni siz voy, men endi hamma nonlarimni oq non emas, qora nonga o'taman deb o'ylaysizda, aslida esa organizmingiz uchun farqi yo'q. Siz go'yoki oq non yegandek bo'lasiz, sababi kaloriyasi deyarli bir xil. Va yana bir narsa, magazinlarda sotilayotgan dietический deb nomlangan nonlarga ham aldanib qolmang. Men ko'p shuni sezganman. Odatiy nonlardan 2 barobar narxi qimmatroq bo'ladi, lekin dietический deb nomlanganidan faqat nomi, ichida hech qanaqa o'zgarish yo'q, shunchaki ozgina rangli bo'yoq qo'shishadi va u qoraroq tusga kiradi. Natijada esa u go'yoki dietический va semirtirmaydigandek ko'rinadi, lekin aslida kaloriyasi mutlaqo bir xil. Что siz oddiy oq nondan yedingiz 50-100 gram, что siz o'sha qora dietический deb nomlangan 50-100 gram yedingiz, organizm uchun deyarli bir xil, u o'sha kaloriyasini baribir qabul qiladi va agar oshib ketsa semirtiradi. Aslida aynan mana shunaqa dietический deb nomlangan nonlarning muammosi qayerda? Ba'zilar aytishadi, men oq nonimni qora nonga almashtirdim va natijada battar semirib ketdim deb. Siz men dieta boshladim, dietический deb nomlangan nonni yeyishni boshladim deb aytasizda va ha, men dietadaman, dietический non-ku, demak ko'proq yeyaversa bo'ladi deb odatiy siz 2 bo'lak yeb yurgan noningizni 3 bo'lak qilib yeysiz. Kaloriyasi bir xil emasmi? Natijada siz doimiy yeb yurgan kaloriyangizdan-da yana oshiryapsiz va bu ortiqcha kaloriya sizni semirtiryapti. Vaholanki siz dietический non yeyapman-ku deb o'zingizni aldab yurgan bo'lasiz. Albatta sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Unda Sevara qaysi nonni iste'mol qilaylik agar ular bir xil bo'ladigan bo'lsa? Aziz ayol qizlar, istaganingiz, xohlasangiz oq nonni yeng, xohlasangiz qora nonni yeng, xohlasangiz umuman non yemang. Bu sizni albatta xohishingiz va qaysi ta'm yoqadigan bo'lsa. Misol uchun men o'zim ba'zida qaysidir mahsulotlar bilan, misol uchun sariyog' bilan, aytaylik baliq bilan qora non zo'r ketadi.
oq non bilan esa qaymoq zo'r ketadi. U qora nonlar bilan qaymoq uncha yaxshi ketmaydi. Ya'ni tabga qarab o'zim qaysi nonni yemoqchi bo'lsam, aynan o'sha nonni yeyman. Lekin eng asosiysi, eng muhimi bu siz kaloriya normangizdan chiqib ketmasligingiz kerak. Agar siz kaloriya normangizdan chiqib ketsangiz, qora non yesangiz ham semirasiz, oq non bilan kaloriya defitsitingizga kiradigan bo'lsangiz ham baribir ozurasiz. Ozish uchun nonni umuman tashlab yuborish shart emas. Shunchaki men shu narsani sezamanki, juda ko'p ayollar haddan ziyod non iste'mol qilishadi. Ya'ni o'zingizlar normalardan chiqib ketgan darajada non iste'mol qilishadi va aynan mana shu muammo. Chunki agar siz nonni ham non bilan yeydiganlarni turidan bo'ladigan bo'lsak va bir o'tirishda o'sha buxanka, o'sha bulka non deyishadi-ku, asosan ana o'shanaqani bittani yo yarmini har o'sha obedingizda yoki zavtragingizda yoki ujiningizda yeydigan bo'lsangiz, albatta bu sizni semirishga olib keladi. Men sizga beradigan maslahatim shuki, butunlay nonni chiqarib tashlang demayman. Yo'q, umuman bu narsaga mutlaqo qarshiman. Chunki bizani o'zbeklar shunaqa biz o'rganganmizki, har bir ovqatimiz bilan non yeymiz. Va non yemasak go'yoki to'ymagandek bo'lamiz. Shunaqa miyozlarim ham bo'lishadi. Sevara, faqat iltimos menga o'sha ishlashimizni boshlashimizdan oldin faqat iltimos menga non yemang demang deyishadi. Yo'q, unaqa narsa emas. Ya'ni ular aytishadiki, go'yoki ular non yeyishmasa, bu qancha ovqat yeyishsa ham to'yganini bilishmaydi. Prям to'yganini bilishmaydi. Bu уже odat tusiga aylangan va bu narsani biz mutlaqo yo'qqa chiqarib tashlashga men qarshiman. Chunki bu yerda psixologik tomon qiynalasiz. Baribir bir kun emas, bir kun ana o'sha o'rganganga borasiz. Baribir o'sha nonni yemoqchi bo'lasiz va yeb tashlaysiz. Undan ko'ra oz-ozdan norma holatda yeganingiz ma'qul. Aynan nonni kamaytirish uchun va kaloriya defitsitini yaratish uchun nima qilish mumkin? Shunchaki agar siz har kuni 5 bo'lak mana bunaqa non yeb yurgan bo'lsangiz, shu narsani bir hafta 4 bo'lak qiling. Bir hafta, 2 hafta, 3-haftasidan 3 bo'lak qiling. Bo'ldi. Mutlaqo nonni yo'qqa chiqarib tashlamang, baribir qiynalasiz. O'shanga normalashtiring nonni miqdorini. Keyingi maslahat sabzavotlarni ko'paytiring. Ya'ni nonlarni hisobini yeganingizdan keyin siz nimaga to'yganlik hissini sezishni boshlaysiz. Chunki siz uglevodlarni iste'mol qilasiz. Ya'ni nondan uglevodni iste'mol qilganingizdan keyin organizm uglevodga to'yindim, endi yaxshi deydi. Va agar siz nonni ozgina kamaytirib, boshqa uglevodlarni, misol uchun sabzavotlarni ko'paytiradigan bo'lsangiz, xoh u pishirilgan sabzavot bo'lishi mumkin, xoh xomroq sabzavot bo'lishi mumkin, xoh dimlangan, xoh pishirilgan, qaynatilgan, u sizni albatta xohishingiz va o'zingiz tabingizga ko'ra tanlaysiz. Sabzavotlarni ko'paytiradigan bo'lsangiz, organizm o'zini foydali uglevodlarini normasini olganidan keyin u darajali ishtaha kuchaymaydi va to'yganlik hissingizni yaxshiroq sezishni boshlaysiz. Keyin juda ko'pchilikda sezadigan yana bir katta muammo, ular ovqat yemay turib, mana "Voy, yo'q, hozir qornim och emas. Yo'q, keyinroq ovqat yeyman" dedi-da, aylanib uydagi ishlarni yoki boshqa narsani qilayotganda, "Voy, ana non, bitta nondan yeydim", shunchaki non yeyishadi. Qizlar, shunchaki nondan yegandan ko'ra, men sizlarga beradigan maslahatim, non yemoqchimisiz? Demak, sizni qorningiz ochdi. Qorningiz ochdimi, undan ko'ra ovqatlaning. Ovqat plus non sizga uzoqroq to'yganlik hissini beradi. Natijada siz bemalol nonni etingli 5-6 bo'lak emas, 1-2 bo'lagiga to'yasiz va bundan tashqari ovqat ham yeb olgan bo'lasiz va organizm o'ziga kerakli bo'lgan vitaminlar va minerallarni ovqatdan ham oladi. Bugungi video orqali siz nima tushundingiz? Aslida oq non semirtiradi, qora non esa ozdiradi degan gap yo'q va non semirtirmaydi. Lekin aynan non tanlashda nimalarga e'tibor berishimiz muhim. Yuqorida aytib o'tganimdek, men o'zim o'sha ovqatga qarab, ovqatning turiga qarab non tanlayman. Lekin baribir iloji boricha shuni harakatida bo'lamanki, ratsionimda butun donli, arpa undan, kepakli undan, qanaqadir urug'lar qo'shilgan nonlar ko'proq bo'lishini va aynan farzandimda va oilamdagilar ham shunaqa nonni ko'proq iste'mol qilishini men o'zim haqiqatdan ham targ'ib qilaman. Nimaga? Chunki oq non albatta qora nonga nisbatan va qora non emas, aynan mana shunaqa ko'p ishlov berilmagan unlardan qilingan mahsulotlarga, nonlarga nisbatan foydasi kamroq. Ya'ni oq non
Bu shunchaki oq undan, ya'ni juda ko'p ishlov berilgan undan tayyorlangan non hisoblanadi. Uni foydasi u darajali ko'p emas. Lekin ana o'sha butun donli nonlar juda ham foydali hisoblanadi. Negaki o'zi oq un qanaqa qilib yetilib chiqadi, qayerdan paydo bo'ladi? Aynan o'sha bug'doyni qayta ishlov berilgani uchun u oqqa aylanadi va ana o'shanaqa ishlov berilgan undan tayyorlanadi. Shuning uchun agar siz ratsioningizni foydali qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz va sog'lig'ingizni yaxshilanishini xohlaydigan bo'lsangiz, albatta maslahatim butun donli o'sha arpa yoki kepak yoki ichiga zig'ir urug'i, chiya urug'lari qo'shilgan nonlarni iste'mol qilishni man sizlarga tavsiya qilaman. Negaki u sizni oshqozon ichak sistemangizni ham yaxshi ishlashini yordamlashadi. Chunki aynan o'sha butun donli unlardan pishirilgan nonlarning kletchatkasi ko'proq bo'ladi. Ya'ni ulardek pishiriladigan uni qobiqli bo'ladi-da. O'sha ularni qayta ishlov berilmagani hisobiga undagi kletchatka saqlanib qoladi va natijada sizda tayyor bo'lgan non u foydaliroq bo'ladi. Demakki, u sizni ichingizni qotirishi ehtimoli juda pasayadi. Ichingiz yaxshiroq yurishiga ehtimoli yuqoriroq bo'ladi va sizga to'yganlik hissini ko'proq beradi va o'zimning praktikamda ham shuni sezganman. Agar biz butun donli nonni aytaylik 30 yoki 40 grammni iste'mol qilsak va oq nonni 30-40 grammini iste'mol qiladigan bo'lsak, albatta mana shu butun donli nonlarni o'sha to'yganlik hissi berishi yuqoriroq bo'ladi. Chunki ularning kletchatkasi bo'ladi. Faqat shu farqi, lekin kaloriyasida mutlaqo bir xil. Ya'ni ozish va semirish tomonlama agar gapiradigan bo'lsam, o'sha butun donli non yedimmi, oq nonli non yedimmi, organizm uchun mutlaqo bir xil. Agar oshiradigan bo'lsam, mana bu o'sha nondan ham semiraman va oq nondan ham semiraman. Faqat men shu narsani e'tiboringizga qaratmoqchimanki, qora har qanaqa ko'chalarda yoki magazinlarda sotilinadigan qora nonlar hammasi ham ana o'shanaqa butun donli nonlar emas. Ba'ziligi shunchaki qanaqadir bo'yoqlar yoki boshqacha bir qo'shimchalar qo'shishadi va natijada ular shunaqa qora tusga aylanadi. Lekin aslida hech qanaqa foydasi bo'lmaydi, oq nondan hech qanaqa farqi bo'lmaydi. O'shaning uchun nima qilish mumkin? Albatta, uyda o'zingiz tayyorlashingiz mumkin. Bu ham juda ideal, juda zo'r yechim. Agar vaqt bo'lsa, kuch bo'lsa, misol men unaqa qila olmayman, qilmayman. Tan olish kerak. Lekin magazinlarga o'sha korzinkalar yoki boshqa makro va boshqa balobatlar yoki ko'chalarda sotiladigan nonlarni ham mana misol uchun ko'chada oladigan bir ayol bor. Men har doim ulardan olaman. Shundan nonni sindiradi. Ichida butun o'sha donchalar bilinib turadi. Ya'ni aynan o'sha ishlov berilmagan va ko'p ishlov berilmagan undan qilingan mahsulot hisoblanadi. Mana shunaqa qilib tanlashingiz mumkin. Yoki shunchaki agar u magazindagi non bo'ladigan bo'lsa, orqasini ochasiz va u yerda qo'shimchalar barchasi yozilgan bo'ladi. Aynan o'sha qo'shimchalardan iste'mol qarab o'sha qaysi undan tayyorlanganini qarab tanlashingiz mumkin. Lekin agar siz unaqa nonni yoqmasangiz, shunchaki yemang. U sizni ozdirmaydi. U sizga qanaqadir bir wow, sog'lomlashtiruvchi effekt ham bermaydi. Agar sizni butun ratsioningiz sog'lom va foydali bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha yegan oq noningiz ham ozginasi kuniga bir nechta bo'lagi sizni nosog'lom qilib qo'ymaydi. Bemalol yeyavering. Lekin aynan ozish va semirish jihatidan umuman farqi yo'q. Demak, non sizni semirtirmaydi. Sizni semirtiradigan narsa bu aslida ortiqcha kaloriya va bu ortiqcha kaloriyani siz oq nondan olasizmi, qora nondan olasizmi, o'sha ishlov berilmagan butun donli nondan olasizmi, umuman farqi yo'q. Muhimi qancha yeyishingiz. Men odamlar orasida ovqatdan, mahsulotlardan mana shunaqa qo'rquvi bo'lishini umuman xohlamayman. Ozishga va ovqatlanishga adekvat yondashuv tarafdoriman. Non bu dushman emas. Non bu shunchaki non. Siz diyetalarsiz, taqiqlarsiz ozishingiz mumkin. Agar mana shunaqa oddiy,
foydali va tushunarli tilda gapirilgan videolar sizga yoqadigan bo'lsa, albatta kommentariyda yozing. Agar sizga bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Obuna bo'ling, sababi bundan buyog'iga sizlar uchun foydali bo'lgan va mazza qilib ozishni o'rgatadigan videolar ko'proq bo'ladi. Barchalarni yaxshi ko'raman. Instagramimga, Telegramimga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr, keyingi videolarga ko'rishguncha.